Xabaringiz bor, Saudiya Arabistoni mezbonlik qilgan U17 yoshdagi o'smirlar o'rtasidagi Osiyo Kubogi musobaqasida mamlakatimiz sportchilari chempionlikni qo'lga kiritib, yorug' yuz bilan yurtimizga qaytib kelishdi. Poytaxtimiz Toshkent shahridan tantanali kutib olingan sportchilarimiz Farg'ona shahrida ham bayramona tarzda qarshi olindilar. Prezidentimiz sovg'asi bilan zamonaviy avtoulovlarda harakatlanib, viloyatga yorug' yuz bilan kirib kelayotgan terma jamoa bosh murabbiyi hamda futbolchilar Farg'ona darvozasi oldida tantanali tarzda qarshi olindilar. Shahar markazidan salkam 10 kilometr uzunlikdagi yo'laklarning ikki chetiga saf tortib, zamonamiz qahramonlarini olqishlash bilan qarshi olayotgan farg'onaliklarning hayqiriqlari sportchilarni behad quvontirdi. Shunaqa kichik talabamizni yuksak e'tirof etganliklari uchun prezidentimizga rahmat aytamiz. Albatta bu natijalar o'zidan o'zi bo'lgani yo'q. Buni tagida birinchi navbatda davlatimiz rahbarining oxirgi yillarda sportga berayotgan e'tiborlari va sportda qilinayotgan ishlar natijasi deb bilaman. Shu futbolchilarni mana 14 yoshda qabul qilib olgandik. 3 yil davomida O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi tomonidan bizga barcha sharoitlar yaratib berildi va natijasi oxirida buni o'z mevasini berdi. Asosiy bayram tadbiri viloyat markazidagi Samo sport majmuasida tashkil etildi. Tantanada so'zga chiqqanlar futbolchilarimizning erishgan ulkan g'alabalari zamirida yurtimizda yoshlarga yaratib berilayotgan sharoitlar, ularni har jihatdan qo'llab-quvvatlanishi asosiy omil bo'layotganini faxr bilan tilga olishdi. Berilayotgan bunday e'tibor esa kelgusida ham yangi O'zbekiston yoshlarini yangi marralar sari yetaklashiga xizmat qilishini ta'kidlashdi. Aslbek Aliyev, Jamshidbek Rustamov hamda o'smirlar terma jamoasi bosh murabbiyi Islombek Ismoilovlarga viloyat hokimligining esdalik sovg'alari topshirildi. Bu esa sportchilar bilan birga ota-onalarni ham behad quvontirdi. Hammaga rahmat, bizni shunchalik tantanali kutib olganiga. Bu faqat bizning g'alabamiz emas, yurtdoshlarimizning g'alabasi. Barchani tabriklayman. Hurmatli prezidentimizga kattakon rahmat. Bizga bunday mashinalar bu juda katta motivatsiya bo'ldi. Bu bilan biz to'xtab qolmaymiz. Xudo xolisa bu yanada kuchliroq qiladi bizni. Yurtboshimiz yoshlarga nihoyatda e'tiborli, kuchli qaratgan, sportga e'tiborli qaratgan. Shuni oqlash uchun yigitlarimiz astoydil harakat qilishib, O'zbekiston bayrog'ini yuqori cho'qqilariga ko'tarishga meni o'g'lim gollari bilan o'z hissasini qo'shganidan minnatdorman, faxrlanaman. Men mana shu O'zbekistonning eng baxtli onalaridan biriman. Cobalt mashinasi sovg'a qildi. Kelajak bunyodkori medalini berganliklarini eshitdim, nihoyatda hayajonga tushdim. Yurtboshimizga ming rahmat. Bolalarimizni mana shunday oz bo'lsa ham qo'shgan hissalarini juda katta ehtirom bilan muborakbod etishdi. Yurtboshimizga katta rahmat aytaman. Bir so'z bilan aytganda, sportchilarimizning erishgan ushbu tarixiy g'alabalari yangi O'zbekiston yoshlarining imkoniyatlari qanday ekanligini dunyo e'tiboriga yana bir karra ko'rsatib qo'ydi. Ishonamizki, futbolchilarimiz oldinda turgan jahon chempionatida ham yurtimizga oltin medallarni taqdim etishadi. Behzod Jo'raboyev, Azamat Hamraliyev sport yangiliklari informatsion dasturi uchun maxsus tayyorlandi.